So'ti joydan qancha hosil olyapsiz bir kunda? 1 gradus raznica qilmaydi. Fortishkalari, tepalyuki bo'lishi kerak, termoslari bo'lishi kerak. O'rtacha bitta ko'chat nech grammdan hosil beryapti? O'z soham boshqa. Ha. Mehrni bergan odam xato qilmaydi. Hafta bo'ldi juda qulupnay ko'p. Bizni qulupnayimiz qolmaydi. Hech qanaqa rezultati yo'q. Bir yilda 10 ming, 15 ming dollar daromad bilan chiqsa bo'ladimi? 5 sotiq joyiga 8 tadan ko'chat yerga ekilsa 4 ming dona ko'chat bo'ladi. Issiqxona qurdirsam, yaxshi tavsiya etadigan odamlaringiz bormi? Bitta shogirdimiz mahali u natijani olmaganman. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun Ro'zmat akani oldiga keldik. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Akamizni mana bir necha yildan beri o'zim ham kuzatib kelaman. O'zini uyiga qilgan kichkina issiqxonasini ham borib ko'rganmiz. Syomka qilganmiz bir necha yil oldin. Hozir mana bu joyga keldik. Yildan yilga, ya'ni ob'yomini ko'paytirib, biznesni kengaytirib ketayotgan odamlardan biri. Ro'zmat aka, sizga bitta savolim bor. Bu biznesga qiziqib kirmoqchi bo'lgan odamlarga birinchi qanday tavsiya etasiz? Birinchi o'rinda ko'chatni to'g'ri tanlash. Ha. Imенно issiqxona bo'ladigan bo'lsa, koreyskiy Solxyan sortini taklif qilamiz. Kingsbury sorti ham bor. Birinchi Solxyan bilan yetishtirib, keyin Kingsburyga o'tgani ma'qul. Kasalliklarga chidamli bo'lgani eng zo'ri Solxyan. Ha. Keyingi o'rinda teplitsani, issiqxonani to'g'ri qurish. Ha. Fortishkalari, tepalyuki bo'lishi kerak, termoslari bo'lishi kerak. Issiqxona qanaqa bo'lishi kerak? Balandroq bo'lishi kerak. Hozir bu issiqxonamiz imенно hozir yetishtirilayotgan joyi 30 sotik, balandligi 6 metr, eng past joyi bo'ladi, yuqori joyi 6,5 metrgacha. Termos qavatimizni o'zi 3 metrgacha. Tepasida lyuki bor. Lyuk bor. Havo aylanishi juda ham yaxshi bo'ladi. Qishda va mana bunaqa kun issiq paytda ham sharoiti bo'lishi kerak. Hozir tashqarida masalan 30 gradusga chiqdimi, ichkari ham 30 bo'ladi. 1 gradus raznica qilmaydi, qo'shilmaydi. Agarda klimat qanchalik zo'r usha bersa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Xuddi shunday. Bir-biriga chambarchas bog'liq. Birinchi ko'chat to'g'ri tanlanadi, ikkinchisi issiqxonaning sharoiti, uchinchisi to'g'ri oziqa va parvarishi. Ko'pchilik so'rashadi boshida nima oziqa bering? Yo, oldin sharoitini to'g'irlash kerak. Zo'r sharoitda zo'r. Hozirgi kunda masalan adborlari ham ko'p chiqyapti. Issiq kunda o'zi bu salqinsevar o'simlik hisoblanadi. Issiqni yoqtirmaydi. O'shaning uchun balandroq teplitsaga qilingan o'zi. O'shaning uchun hozirgi kundagacha adbor qulupnay terilyapti. Aka, bitta narsani so'ramoqchiman. Hozir bu yerda 30 sotik joyga qulupnay ekkansiz, to'g'rimi? 30 sotik joydan qancha hosil olyapsiz bir kunda? Hozirgi kunda chislo bugun 12-aprel 2025-yil. O'zi ancha bo'ldi massaga kirganiga. Mana bugun birinchi damazimiz ketdi, ikkinchi damazimiz mana kutib turibdi. 250 kilodan 300 kilogacha kuniga terim bor. Kunda terim bor. Kuniga. Yarim 15 sotiq bugun, 15 sotiq ertaga. Aka, hozir mana 30 sotik joyga nechta ko'chat ekkansiz? 30 sotik joyda hozir shu joyimizda 20 ming dona ko'chat bor. 20 ming dona ko'chat bor. O'rtacha bitta ko'chat nech grammdan hosil beryapti? Hosilni hozir уже yarim kilodan oshdi. Qaranglar. Shu kungacha. Bu terim iyun oyigacha davom etadi. Gullarni ko'rib tursiz, juda ko'p. Hozir bittasini sanab ham berdim. 26 tami hosili bilan turibdi. Qaranglar. Bitta ko'chat yarim kilodan oshibdi, uje hosil bergan. Ya'ni bundan buyog'iga yana xirmonga baraka bersin, balki 1 kilo bo'lar, balki oshar, balki biroz yetmas. Lekin hozirda o'zida Ro'zmat aka aytayapti, yarim kilodan hosil oldim deyapti. Bu stelaj emas, yerda yetishtirilayotgan holati. Aka, yana bitta narsani so'ramoqchiman. O'zingiz qilgan eng katta 5 ta xatoni aytib bera olasizmi? Xato Endi boshidan boshlaganingizda nima xatolarga yo'l qo'ygansiz? Nimalarda shu misol uchun mana obunachilarimiz biznes boshlamoqchi bo'lsa, nimalarni qilmasligini tavsiya etasiz? Endi birinchi yil o'zi xatoni hozir xato deb hisoblamayman ham. Xato balki bo'lmagandir ham, katta gapirish bo'lib qolmasin. Meni o'zi bu sohaga kirishim bu daromadga qiziqib kirmaganman-da. O'zi soham boshqa. Ustachilik va bozor, kiyim-kechak do'konlarini yuritganman. Bunga qiziqib, oxiri shunda qoldim. Mehrni bergan odam xato qilmaydi.
mehrni chorva bo'lsin, o'simlik bo'lsin, hammasi his qiladi. Aka shu joyga qo'shimcha qilay, mana eshityapsizlar, agar faqat biznes, faqat pul qilaman deb yoqtirmasangiz bu ishni, mehr bermasangiz foyda qila olmaysiz. Mana akani o'zi aytayapti, mehr berganim uchun, yoqqani uchun shu ishga kirib, hozir asosiy ishingiz shu bo'lib qoldi. Asosiy ham boshqa ishim yo'q. Boshqa ish yo'q. Vaqtim ham yo'q boshqa ishga. Kim bir yilda 50-60 ta odamgacha ko'chat beramiz, xudo xolasa. Ko'chatimizni berib, maslahatlarni ham berib boramiz. Boshqa ishga bizni boshqa vaqtimiz bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar, borgan sari men nimaga bu yerga keldim? Ro'zmat aka, mana o'zingizga aytaman. Juda ko'p joyga borib turib, syomka qilmasdan ketib boraman tashab. Nimagaki boradigan bo'lsangiz, hech qanaqa rezultat yo'q. Kerak bo'lsa 10 yil, 15 yildan beri shug'ullanyapman deydi. Borsiz yo ko'chati yaxshi emas, yo hosili yaxshi emas, umuman rivojlanish yo'q. Sizda mana ko'ryapman, yildan yilga, ya'ni ko'paytirib boryapsiz. O'zingiz ustingizda ishlayapsiz. O'ylaymanki, klientlar ham mamnun bundan. Hozirgi kunda bir hafta bo'ldi, juda qulupnay ko'p. Biz постоянный klientlar bilan ishlaganimiz uchun bizni qulupnayimiz qolmaydi. Har doim mana ko'rib turibsiz, Tbilisiga kelib olib ketishyapti. Narxi ham qolganlarga nisbatan yaxshi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytishim mumkin, bu sentyabr 4dan 9gacha ekib tugatilgan. Oktyabr oylari bir marta barq qurti tushgan. O'shanga bitta zahar sepilgan, hali gullamasdan. Ishoning, bu undan keyin birorta bir zahar yoki bo'lmasa beragichki hasharotlar uchun hech qanaqa sepilmagan. Chunki ko'chatimiz baquvvat. Baquvvat ko'chatga men imminni mamnun bo'ldim mana shu ko'chatdan. Hasharot kelmaydi. Eshityapsizlar, ko'chat tanlash juda ham muhim narsa. Haqiqatan zo'r qilib issiqxona qiling, zo'r sharoitini qiling, lekin haligi yaxshi sifatli ko'chat ekmasangiz, baribir yaxshigina orqaga tortib ketadi va yaxshi hosil ola olmaysiz. Ko'chatga ham juda ko'p narsa bog'liq. Aka, yana bitta narsani so'ramoqchiman. Agarda 5 sotix joyga issiqxona qilib, bitta oila, mana juda ko'p yurtdoshlarimiz chet elda ishlashadi, yo nima ish qilishni bilishmaydi, topolmayapti yo'nalishni. 5 sotix joyga issiqxona qilib, chiroyli hamma qulayliklarni qilib, 1 yilda 10 ming, 15 ming dollar daromad bilan chiqsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu fakti bilan gapirilgani yaxshi. 5 sotix joyiga 8 tadan ko'chat yerga ekilsa 4 ming dona ko'chat bo'ladi. Yarim kilodan u yog'i kerak emas. Yarim kilosini hisoblaylik, 2 tonna bo'ladi. Sredniy 100 mingdan bo'lsin. Sredniy 100 ming hisoblab aytyapti. 200 million bo'ladi. Endi uni kursga chaqib olsa, o'sha pul kelib chiqadi. Почти 16 ming atrofida. Shunaqa. Endi 6 mingni ham rasxodga chiqarib tashlasan, uni ham haqiqatda yaxshi parvarish qilgan odam 10-15 ming daromad qila oladi. Ko'ryapsizlar, yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Hozir Ro'zmat aka aytgan sifra, men realni ko'rgan sifralarim. Faqat bitta narsani aytib o'tib ketaman. Xato, kamchiliklarsiz to'g'ri olib ketadigan bo'lsangiz, idealniy foydaga chiqsangiz bo'ladi. Bu albatta yerdagi, stellajdagi bo'lsa, plus qo'shiladi, ya'ni daromad. Yana ham ko'proq bo'ladi. Aka, yana bitta narsa so'ramoqchiman. Juda ko'p, mana bilasiz, issiqxona qurish bilan shug'ullanamiz. Juda ko'p klientlarimiz aytadi, Rustam aka, borib sizga issiqxona qurdirsam, yaxshi tavsiya etadigan odamlaringiz bormi? YouTubedan ko'ryapman, boshqa qilyapman. Borib gaplashib, ko'chat olib, o'zidan maslahatlar olsam bo'ladimi deydi. Shunaqa klientlarimiz kelsa, yordam bera olasizmi? Albatta. Shu paytgacha ham yordam berib kelyapmiz, xudo xolasa. Zo'r natijaga erishganlari bor. Yana bitta narsani aytaman. Bitta shogirdimiz, men hali u natijani olmaganman. 7 terimda 10 sotix issiqxonadan, stellajdan 7 terimda rasxodini 1 yillik, o'zi rasxod boshida bo'ladi. O'sha boshidagi 1 yillik rasxodini 7 terimda qoplab, u yog'iga birinchi yildan foydaga chiqib ketgan. Mana ko'rib turibsizlar, ya'ni kelib, akani o'zi bilan maslahatlashib, gaplashib, aka men maza qilganim o'tgan yili Germaniyaga bordik, kuz oyida Germaniyada yuribmiz. Bitta do'stimiz gapiryapti. Rustam deydi, keyingi yili may oyida ekiladigan urug'i bor. Hozir tezroq olib kelib ber deyapti. O'sha paytda noyabr edi. Noyabr oyida tezroq menga olib kelib ber meni urug'larimni. Men yana yilga o'zimni bazamda tursin, strixovkada turay deb gapiryapti ekan. Endi qaranglar, biz sizlarga hozir har qancha gapiradigan bo'lsak ham, unaqa ma'lumotni yetkazib bera olmaymiz. Ro'zmat akani 4 yillik tajribasini 10 minut, 15 minutlik videoda yetkazib bera olmaymiz biz.
kerakli savollarni kerak bo'lsa bera olmaymiz. Shuning uchun o'zingizda savollar bo'ladigan bo'lsa, bu biznesda qilmoqchi bo'lsanglar, akani oldiga kelinglar, so'ranglar. Oddiy misol uchun bitta barkiga bilmayman 10 xil, 100 xil parvarishlar bor. Ularni yetkazib bera olmaymiz. Kelib o'zidan so'rab, o'rganib, qanday issiqxona qilish kerak, qanday atapleniya, qanday stelaj, qanday yerni tayyorlash kerak, qanaqa ko'chat tanlash kerak, udabreniya, suvni tarkiblari hammasini akani o'zidan kelib maslahatlarini olib, hozir mana aytib o'tib ketyapti, shogirdimiz zo'r rezultat qildi. Shunaqa rezultatga hammanglar erishinglar. Aka, sizga ham katta rahmat, shunchalik vaqtingizni ajratdingiz. Sog' bo'ling, xirmoningizga baraka.